Assalomu alaykum hurmatli Gold Tuning obunachilari, kanalimizda yangilar va eskilar. Hurmatli obunachilarimiz, sizlar bilan bugun 7-yanvar kuni 2026-yilda video oldik. Xudo xolasa videomizda ko'rsatib o'tacak narsamiz narx-navo bo'ladi albatta. Damas mashinamizda kompleks qilib o'tgan xizmatlarni narx-navolari bilan sizlarga aytib o'tamiz. Kelaveramiz, shunday Damas mashinani chiqarganmiz. O'zimiz shavatli mashina bo'ladi. 498 nomerli Damas mashinamizda qilib o'tgan xizmatlarimiz birinchi aytgan aytib o'taman. Shu boda bahosini ham aytib o'taman. Bu mashinamizda полностью kompleks xizmatlarni qilganmiz. Bularning ichidan giradigan narsalar bor. Shuma izolyatsiya xizmatini qilganmiz. Shuma izolyatsiya nelar giradi? Birinchi so'm bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Shuma izolyatsiya eshiklari Damas'dagi bo'ladigan bo'lsa, krelning usti bilan bog'ach qismi ham bo'ladi. Poli 2 sloy bo'ladi, eshiklari 2 sloy bo'ladi, torpedasi 4 sloy bo'ladi. Shuma izolyatsiyamiz shumoq material bo'ladi, og'alar. 2.800.000 so'm bo'ladi. Damas mashinamiz zangalishini eldini olish uchun zang tez keladi. Damas mashinada zangalishini eldini olish maqsadida biza eldi farlarni yozdirib, bundan eldingi videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Eldi farlarni yozdirib, moy sapib beramiz. Bu moyimizni narxi 350.000 so'm bo'ladi. Polностью yog'lab beramiz. Endi meyda yerlarinacha rezinkalarni yozdirib yog'lab beramiz. Keyin punt bilan senter zamok qo'yilgan. Puntimiz nechik bo'ladi desak, mana bu rusumdagi mini punt bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu 4 dona eshikimizni senter zamok orqali iladi va ochadi. Shunday xususiyatga ega. Faqatgina buni bahosi, puntimizning bahosi bilan senter zamokimiz ustanovkasi, punt ustanovkasi, senter zamok ustanovkasi ham desa 0.75 e'tibor beringlar. 0.75 yaxshi kabel bilan 550.000 so'm hisoblanib turibdi bugungi kunda. Lilinom xizmat qilingan Damas mashinasida shuma izolyatsiya bo'lgandan keyin Lilinom xizmat qilingan. Shatmi berdi. Shatdi top. Lilinom xizmatlarini bu yerdan ko'rsatib beramiz. Biz Lilinom do'shidon bo'lsak, xo'p, samolyot ishlatimiz og'lar. Ko'rishingiz mumkin. Hech yerda samolyot ishlatilmaydi. Qora Lilinomlarni qo'yib berganmiz. Orqasidan qo'lni ko'rsatib beraman. Lilinom xizmatlarimizni bahosi 650.000 so'm bo'ladi. Ustanovkasi bilan hamma narsani og'alar ustanovkasi bilan aytman. Arshivkada yozilib turibdi 7 dona detal. 7 bo'ladigan bo'lsa, birinchi yana shu detal. Qolgani 2 dan bo'ladi. Misol uchun, bular 2 dan, bu yerning tarafi bilan 2 dan 6 dona detalni shunday kojasi yaxshi material bilan qoplab beramiz. Machalchali material bilan qoplab berishimizning bahosi 300.000 so'm bo'ladi. Qo'porib qoplab beramiz 300.000 so'mni evazini. Keyin patolog bor yozilgan. Hop, bu bardak o'tdi ekan. Ha. Bo'lmagan yana, zumi. Bularni biz qilib berdik, to'g'rimi? Patolog bor yozilgan. Bularni ko'rishingiz mumkin og'alar. Polностью yonona varianti bo'ladi. Xudo xolasa, kolonkalar ham qo'yilgan, kabellar ham o'tgan stoykadan hamma narsani taqlab berganmiz og'alar. Keyin patolog borimizni 350.000 so'm ustanovkasi bilan kabellari plus bo'ladi. Kolonkamiz esa 500.000 so'm maytafona ustanovkasi bilan birga bo'ladi. Bundan keyin tabloni svetini o'zgartirib berganmiz. Oqartirib, ko'rishingiz mumkin. Bundan lampishka o'zgaradi. Oqartirib, gallardan yo'sib berishingiz mumkin. Hop. Oqarib, yorki bo'lib turadi. Bu xizmatimizning bahosi shu boda tarafida ochilganini hisobini 60.000 so'm bo'ladi. Rolchi qo'limiz sifat zo'rindan 100.000 so'm bo'ladi. Tarafida qaraytirishimiz 250.000 so'm bo'ladi. Og'alar polностью tarafidani ko'rishingiz mumkin. Qaraytirib berganmiz 250.000 so'm evazidan. Endi detallari bilan birga matoy bo'lib, chot ko'rib chiqqan. Вообще qo'llaringiz yuqmaydi, kraskasi o'chib ketmaydi og'alar. Xudo xolasa. O'rtaga bor qo'yib berganmiz ustanovkasi bilan. Ko'rishingiz mumkin, borimizni беспроводной zaryadka bo'lmaydi. Lekin qolgan hamma yeri full variantda. Mana bu borni zo'ri ishi bo'ladi, xudo xolasa. Undan tashqari borimizni bahosi ustanovkasi bilan 400.000 so'm qilib qo'yibmiz og'alar. Keyin bu yerda maytafon qo'shimcha qo'shilgan 300.000 so'm ustanovkasi bilan qilib berganmiz. Chixolimizni 500.000 so'm ustanovkasi bilan qilib berganmiz. Oltili chixol bo'ladi, fontan dizayn bo'ladi. Zo'rini o'zi tanaga, chotga taqib beradi. Chaklarni e'tibor berishingiz mumkin og'alar. Chotga deb ustanovka bo'lgandan taranga barichka midon bo'ladi, xudo xolasa. Общий qilib o'tgan xizmatlarimiz 7.300.000 so'm bo'ldi og'alar. Sizlar ham shunday kompleks mikrofon chiqib ketdi. 7.300.000 so'm bo'ldi. Sizlar ham shunday kompleks xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Gold Tuningga sezlar bo'ladi, o'chirmang. Xo'p, Gold Tuningning manzili Xorazm viloyati Shovot rayonida joylashgan. Shu boda qisqacha ichandagi ishlar bilan tanishib chiqamiz. Servisning ichida yetib turgan ishlarni qisqacha ko'rsatib o'tishga harakat qilaman.
Namaz maşinamızda muammosi bor ekan. Stiklopodiumniki ishlar yo'q. Stiklopodiumniki oldingi dvornikin bilan stiklopodiumnikida muammo bor ekan. Ularni taxlab uzatib berdik. Xudo xolasa klient murojaati beryapmiz. Spark mashinamizda full shuma izolyatsiya xizmatlari yetib turibdi. Polностью mashinani yechintirib, hamma yerni chiroylatib ishlab berishni harakatindamiz xudo xolasa. Pol qismlarini ushlik shuma izolyatsiyalar ishlanib turibdi. Torpeda qismlarini polностью kraskalar boshqatdan rekonstruksiya qilib beramiz. Namaz mashinamiz Yangiariqdan, adashmasam Yangiariq yangi bozordan kelgan namaz mashinamizni kompleks ishlari uchun olib kelamiz. Bu mashinamizda shuma izolyatsiyalar ishlanadi, linoleum döşeniladi. Polni full shumka bo'ladi. Eshik ligirovka xizmatlari bilan qilib beramiz xudo xolasa. Servisni, aynan eshik ligirovka bo'lganlar ham bu narsalar aynan fikrda yemasligi uchun zo'ratib ishlab beramiz og'alar. Xudo xolasa garantiyalar ham bo'ladi. Bu tarafda servisimiz bor, magazinimiz bor. Magazinimiz ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz og'a. Yana klientlarimiz yutdi. Magazinimizda xudo xolasa sizlarga kerakli hamma narsani ekkak qo'yishga harakat etamiz. Agarda o'zlarimizda bo'lmasa, boy yeridan ekkak berib, shu uстановkalar bilan qilib beramiz. Xullas, og'alar manzilni tushuntirdim, narx-navo bilan to'liq donishtirdim. Bizlarga xizmat bo'lsa, hamisha qo'limiz ko'ksimizda bemalol kelaverasiz. Namoz bo'ladimi? Xudo xolasa boshqa mashin bo'ladimi? Ishlaringizni bitirib berishga harakat qilamiz. Ipidan innasinacha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.